Ajr oling deb bekorga aytmaymiz. Va biz aytganmiz, ajr qora sedanadan tushgan daromadning naqd 30%ni biz xayriyaga, yaxshilikka, mana bunday ishlarimizga sarf qilamiz deb. Bugun mana shuni endi xonadonlarga ham berishni inshaalloh ta'sis etamiz. Mana shu yerda ajr qora sedana, siz xarid qilgan qora sedanadan tushgan daromadning naqd 30% deganimiz bu yerda 10 million so'm pul, buni qabul qilasiz. Bu butun xalqimizning berayotgan ehsonlari, va'daga vafo, mana bunday ishlarni qo'llab-quvvatlang. Bu ehsonlarimizni joy-joyga borayotganini ko'rsatishlik uchun, sizda ishonch hosil bo'lishligi uchun buni ko'rsatamiz. Albatta xarid qiling. O'limdan boshqa har dardga davodir deganlar payg'ambarimiz alayhissalom. Bolalaringizga ichiring, o'zingiz ham iching, immunitetingizni mustahkam qiladi. Juda ko'p bugungi kunda kutilmagan kasalliklar bor. Yosh bolalarimizda ham sahr bo'layapti, davleniya, shunga o'xshab ko'plab kasalliklarga davo bu azizlar. Bu o'zimizniki. O'zimizniki azizlar. O'zimiznikilarni qo'llab-quvvatlang. Mana shunday fidoyilik bizga yetib. Xarid qiling, yaqinlaringizga, oilangizga, ota-onalaringizga albatta ichiring azizlar. Bu tibbi nabaviy, bu 100% halol va pokiza o'zimizning mahsulot. Ajr qora sedana. Ajrdan oling.